Garri Potterda qora tanli Severus Snape, Ajdar xonadoni yangi mavsum, James Gunn Supermanning robotlari, Marvel barcha ko'zirlarni ochib tashlashi, Sevgi, o'lim, robotlar serialining yangi mavsumi hamda Qotillarning qotili nomli yangi animatsion multfilm va shu kabi yangiliklar bilan Off Movies yangiliklari. Bugungi videoda so'nggi oylarda sodir bo'lgan kino yangiliklari hamda geek olamdagi mish-mishlar to'g'risida gaplashamiz. Xabaringiz bo'lsa kerak, HBO Garri Potter to'g'risida yangi serial suratga olish jarayonlarini boshlamoqda. Ba'zi mish-mishlarga ko'ra, bu serial o'quv yillarining Garri Potter filmlarida ko'rsatilmagan vaqt va voqealarini yoritadi. Va yana ba'zi bir mish-mishlarga ko'ra, ushbu serial boshqacha tarixga asoslanishi aytilmoqda. Lekin Garri Potter seriali atrofidagi mojarolarga bular emas, balki Severus Snape personajini qora tanli Papa Essiedu o'ynashi sabab bo'ldi. Garchi HBO ushbu xabarni rasman tasdiqlamagan bo'lsa-da, ushbu tanlov tomoshabinlar tomonidan katta heytga uchramoqda. Ba'zi hazil videolar ham tarqalishga ulgurdi. Ularga ko'ra, Garri Potter o'z do'stlari bilan ko'plab yovuzlik va o'g'irliklarda aynan Snape'dan shubhalanishadi va deyarli barcha o'quvchilar Snape'dan qo'rqishadi. Endi tasavvur qiling, Garri do'stlari Germiona va Ronga "Menimcha bu ishda Snape'ning qo'li bor" deganda ular sabab so'rashsa, Garri nima deb javob beradi? Chunki u albatta bu meni gaplarim emas, menda Terra rangiga nisbatan hech qanaqa ortiqcha fikrim yo'q. Shu joyda bitta narsani aytib ketishim kerak, men ssenariy yozib video tayyorlaganimcha Snape personajini Papa o'ynashi aniq bo'ldi. Garri Potter serialidan quvonarli mish-mishlar ham mavjud. Ulardan biri Cillian Murphy Voldemort rolida. Bu rasman hech qayerda tasdiqlanmagan bo'lsa-da, muxlislar tomonidan shov-shuvga sabab bo'lmoqda. Tan olish kerak, Cillian Murphy juda ajoyib aktyor va Voldemort roliga mos keladigan ko'rinishga ega. Bundan biroz avval Marvelning Dr. Doom personajiga ham muxlislar tomonidan Cillian Murphy taxmin qilingan edi. Oxir-oqibat biz bu rolda kimni qabul qilib oldik? O'zingiz juda yaxshi bilasiz. Marvel to'g'risida gap ketar ekan, Marvel Entertainmentning yaqinda qilgan e'loni to'g'risida gapirmaslikning iloji yo'q. Unga ko'ra, Marvel Qasoskorlar qiyomat kuni filmi aktyor va aktrisalari tarkibini e'lon qildi. Aktyorlar tarkibini barchasini o'qib berib, videoni 10 soat qilish niyatim yo'q. Shuning uchun faqatgina qiziq va pichoqqa ilinadiganlarini o'qiyman. Doomsday'da Thor rolini ijro etgan Chris Hemsworth, Bucky Barnes, ya'ni qishki askar rolini ijro etgan Sebastian Stan, Chumoli odam ijrochisi Paul Rudd, AQSh agenti yoki oddiygina Walker Wyatt Russell, Shang-Chi, Simu Liu, hozirgi kundagi qora bevamiz Yelena Belova ijrochisi Florence Pugh, X odamlar filmlaridan bizga tanish bo'lgan Hank McCoy ijrochisi Kelsey Grammer, Momaqaldiroqlar filmidagi Bob, ya'ni Sentry Lewis Pullman, Qizil qo'riqchi David Harbour va juda kutilgan rol sohibi Tom Hiddleston, Loki, Charles Xavier rol egasi Patrick Stewart, Magneto roli egasi Ian McKellen, Deadpool va Rossomaha filmidagi Gambit Channing Tatum va eng so'ngida Robert Downey Jr.lar ishtirok etishi aniq bo'ldi. Bu tarkibdan yana bir quvonarli tomoni shundaki, Thor ham Loki ham oxiri bir filmda. Menga ularning uchrashuvi juda ham qiziq bo'lyapti. Umid qilamizki, Marvel bu lahzalarni shunchaki bitta kadrda o'tkazib yubormaydi. Marvel kino olamiga hali video davomida qaytamiz. Hozir esa bitta narsani aytib ketishim kerak. Agar video yaxshi natijalar ko'rsatsa, har oy ikkitadan hafta yangiliklari sifatida video chiqarishni boshlayman. Shuning uchun videoni tomosha qilishda davom eting. Agar sizga qiziq deb topsangiz, izoh bosib, like yozishni unutmang. Qaytgancha unutmaslikni ham obuna bo'lish. Muloyimgina ko'rinadigan, ammo ruhan juda katta ishlarga tayyor quyonchaning yangi sarguzashtlariga tayyor turing. Chunki Disney bizga Zootopia multfilmining ikkinchi qismini 26-noyabr kuni taqdim etmoqchi. To'g'ri, bu ancha eski yangilik-ku deyishingiz mumkin. Bu multfilmda yangilik shundan iboratki, Disney ikkinchi qismining yangi kadrlarini internetga yukladi. Sevgi to'g'risidagi kino va multfilmlarga qanday qaraysiz? Qotillik va o'lim haqidagilargacha yoki ilmiy fantastika janridagi robotlar deysizmi? Agar barchasi birga bo'lsa-chi? Sevgi, o'lim, robotlar serialining 4-mavsumi teaser treyleri taqdim etildi. Teaserga ko'ra, serial bir vaqtning o'zida qiziqarli, hayajonli va absurd. Ushbu serialning o'tgan mavsumlari har xil voqealar va har xil olamlarni turli tomonlardan yoritishi bilan ajralib turardi. 4-mavsum ham shu yo'ldan ketgan va juda to'g'ri ish bo'lgan. O'z tomoshabinlariga umuman boshqacha materiallar emas, tomoshabinlar ko'nikkan va qabul qilgan narsalarni taqdim qilish. Marvel ismiga tushib ketdi. Nima ham deymiz?
15-mayda premyerasini kutib qolamiz. Sevgi, o'lim, robotlar serialiga ba'zi jihatlardan o'xshash yangi animatsion multfilm Yirtqich qotillar qotili. Ushbu multfilmni Hulu streaming platformasi YouTube'ga teaser treylerini joyladi. Teaserga ko'ra multfilmda 4 ta olam, 4 ta vaqt oralig'idagi hodisalar ko'rsatiladi va 4 tasida ham insoniyat yirtqichlarga qarshi kurashadi. Teaserdan bildirishi mumkin bo'lgan yagona reaksiya bu shedevr. Ko'pchilikning sevimli seriallaridan biriga aylanib ulgurgan Taxtlar o'yini seriali olamiga mansub Ajdar xonadoni, ya'ni House of the Dragon serialining yangi mavsumi suratga olinishi 31-mart kuni boshlandi va 2026-yilda serial taqdim etiladi. Bu to'g'risida HBO xabar berdi. John Wickni sog'inganlar bormi? Sizlar uchun yangi John Wick olamiga mansub Balerina filmi treyleri. Endi biz John Wick kabi qotil qiz to'g'risidagi filmdan 5-iyunda lazzatlanishimiz mumkin. Eslatib o'tamiz, filmda Jon akaning o'zlari ham bor. Agar xabaringiz bo'lsa, James Gunn DC studiyasiga borib kino olamini qayta yuklash qilgan edi va yangi kino olamining birinchi filmi bu Superman filmi. Teaser va treylerlari chiqqaniga ancha bo'lgan va hozirgi kundan bir necha hafta avval James Gunn o'z Instagram sahifasiga yangi Supermanning qanday o'zini tuzatishi jarayonini videosini yukladi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, bu Superman istalgan joyda quyoshdan energiya olib tuzalib keta olmaydi. Aynan o'z qarorgohiga kelib lupalar tagiga yotishi kerak. Undan tashqari bu Supermanda kuchuk, muzli yashirin qarorgoh va qo'l oyoqli robotlar mavjud ekan. Zack Snyder olamidagi Supermanda nima bor edi? Bitta buzuq kорабль, qo'l oyog'i yo'q robot va 4-5 ta kostyum. James Gunn olamidagi Supermanning otasi anchagina saxiy odam ekan. DCdan chiqib Marvelga qaytamiz. Yangi O'rgimchak odam filmining yangi nomi yangi kun deb e'lon qilindi. Juda ham kulgili. Tom Holland O'rgimchak odamining 4-qismi chiqishi e'lon qilindi va uning nomi yap-yangi kun deb aytildi. Men bu nomni eshitgandagi birinchi savolim, bu nomda uy qani? Chunki Tom Holland O'rgimchak odamining barcha 3 ta filmida ham nomiga uy aralashgan. Keyin esa bir joyda ko'rib qoldim, yangi kun nomi yangilanishga iqtibos qilib qo'yilgan ekan. So'nggi O'rgimchak odamda biz ko'rganmiz, Peterni hech kim tanimaydi va u barchasini tashlab yangi hayot boshlashga yo'l olgan. Yaxshi g'oya. Aytgancha, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Doomsday filmida Tom Holland e'lon qilingani yo'q. Buning sababi O'rgimchak odam va Doomsday filmlari parallel vaqtlarda sodir bo'lishi, xuddi Cheksizlik jangi va Chumoli odam filmlari kabi. Qasoskorlar 6-filmida biz bu ikki filmdagi voqealar birlashishini ko'rishni umid qilamiz. Xuddi Endgame'da Scott Lang bilan bo'lgani kabi. Agar yangiliklarni tez-tez ko'rishni istasangiz, izohlarda yozib qoldiring, kanalga obuna bo'ling va like bosing. Buguncha shular. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Charchamang.